Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. El sog'ligi, yurt boyligi ko'rsatuvining ilk sonida Xorazm viloyati Urganch shahrida joylashgan 3-sonli oilaviy poliklinikaning ish faoliyatini ijodiy jamoamiz bilan yaqindan tanishtirib o'tamiz. Xorazm viloyati Urganch shahridagi 3-sonli oilaviy poliklinikaning ish faoliyatini ijodiy guruhimiz bilan birga tanishdik. 3-son oilaviy poliklinikasi 11 ta mahalla va 40 mingdan ortiq aholiga xizmat ko'rsatmoqda. Aholi salomatligi uchun bir qancha sharoitlar yaratilgan. Jumladan, poliklinikaga kelgan aholi dast avval ro'yxatga o'tish xonasidan tibbiy varaqasini olgan holda o'z hududi, ya'ni o'z yashovchi mahallasiga qarashli shifokorlar xonasiga borib, oila shifokorlari va boshqa mutaxassis shifokorlarga kasallik yoki shikoyati asosida ko'rinishadi. Poliklinikada UZI, kardiolog, EKG, lor, quloq, burun, tomoq kasalliklari, endokrinolog, stomatologiya, oila shifokorlari xonalari, muolaja, fizioterapiya, massaj xonasi, emlash xonalari, okulist, xirurg hamda ginekolog ayollar maslahat xonalari mavjud bo'lib, aholi uchun xizmat ko'rsatishadi. Laboratoriya xonasida turli xil kasalliklarga aniq tashxis qo'yiladi. Jumladan, 40 yoshdan katta aholi o'rtasida yurak-qon tomiri kasalliklariga, qandli diabet kasalliklari tekshiriladi. Bolalar o'rtasida esa gelmintoz, gijja kasalliklari, onkogematologik kasalliklarga qarshi tashxislar olingan holda tekshiriladi. Poliklinikamizda asosan so'nggi yillarda alohida birlamchi tizimga hurmatli prezidentimiz tomonidan, davlatimiz tomonidan alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu bilan bir qatorda yangi mexanizmlarning kirib kelishi, yangi apparaturalarning kirib kelishi aholi orasida poliklinika to'g'risida, birlamchi tizim to'g'risidagi bo'lgan fikrlarini ancha o'zgartirib qo'ydi. Bunda so'nggi rusumdagi UZI apparatlari, EKG apparatlari, fizioterapiya jihozlari, laboratoriya apparatlari shu asosda ishlab turibdi. Bizlar ayniqsa shifokorlar kelgan bemorlarni vaqtida qabul qilib, poliklinikada faqatgina bemorlarga emas, sog'lom aholiga ham xizmat ko'rsatiladi. Bunda bizlarning vazifamiz asosan profilaktika ishlari bilan shug'ullanish hisoblanadi. Bolajonlarimizga emlash ishlarini o'tkazish, hozirgi kunda profilaktika maqsadida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, to'g'ri ovqatlanish, jismoniy faol bo'lish, o'zini zararli odatlardan tiyish bo'yicha hamshira qizlarimiz aholi orasida profilaktika ishlarini ham olib borishmoqda. Bugungi kunda hozirda o'smir qizlarimiz orasida ularni salomatligini yaqindan bilish maqsadida maktablarda UZI shifokorimiz tomonidan o'zimizni hududimizda joylashgan maktablarda o'smir qizlarni UZI tekshiruvdan qilinib, ularni ham agarda kasalliklari bo'ladigan bo'lsa, vaqtida kasalliklari aniqlanib, oila shifokoriga yo'naltirib, birgalikda qizlar ginekologlari bilan birgalikda davo muolajalari tayinlanib, vaqtida bu kasalliklarni oldi olinyapti. Bu ham erta-indin shu qizlarimiz turmushga chiqib, ulardan sog'lom farzandlar tug'ilishi uchun qilinayotgan yana bir samarali ishlarimizdan biri hisoblanadi. Joylarda aholini sohaga oid qiynab kelayotgan muammolar o'rganilganda, yurtdoshlarimizning 120 turdagi dori-darmonga ehtiyoji borligi ma'lum bo'ldi. Natijada dori vositalariga sarflanadigan mablag' 4 barobar oshirildi. Ilgari poliklinikalarda 60 turdagi dori vositalari bilan bepul ta'minlangan bo'lsa, endi ularga 120 turdagi dori-darmon yetkazib berilmoqda. Bizning yine 3-chi oilaviy poliklinikamizda dori hamma narsani vaqtida yetirib berib turganlari, tez-tez bizning xabarimizni olib turadilar, dorilarni vaqtida yetirib beradilar. Bolalarning yine vitaminlarini beradilar. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, yangi modelda patronaj qatnovining soniga emas, balki uning sifatiga urg'u beriladi. Jumladan, muammoni aniqlash va yo'naltirish tamoyildan muammoni keltirib chiqaradigan xavfni o'z vaqtida aniqlash va yo'qotish yoki sezilarli darajada kamaytirish tamoyiliga o'tiladi. Shuningdek,
kasallikni va tibbiy muammolarni aniqlash bilan chegaralanmasdan, balki tibbiy, ijtimoiy, ma'rifiy va boshqa sog'liqni mustahkamlashga qaratilgan tadbirlar majmuasi amalga oshiriladi. Ko'rsatuvni tasvirga olish jarayonida poliklinika patronaj hamshirasining ish faoliyati bilan yaqindan tanishdik. Patronaj tizimida hamshira 3 kontingent reja asosida ish olib boradi. Homilador, yosh bolali oilalarga va chilla davrdagi ayollarga xizmat ko'rsatadi. Avvalo, hamshira barcha uchun bir xil bo'lgan universal patronaj xizmati orqali aholi xonadonlariga borib, ayollar va bolalarni tekshiruvdan o'tkazadi. Agar tekshiruv jarayonida homilador ayol yoki yosh bolali oilalarda xavf omillari kuzatilsa, ularning tibbiy holatiga ko'ra ana shu ayol yoki oila uchun individual, ya'ni progressiv reja tuzadi va ushbu reja asosida mazkur oilaga patronaj xizmati ko'rsatiladi. Bunda hamshiraga katta hamshira, umumiy amaliyot shifokori va pediatr yaqindan ko'maklashadi. Ushbu tibbiyot mutaxassislari hamshira faoliyatini nazorat qilish bilan birga unga progressiv reja tuzishga ko'maklashadi. Albatta, tibbiyot sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarning barchasi bir maqsad yo'lida. U ham bo'lsa, fuqarolarga birlamchi tibbiy yordam ko'rsatish sifatini oshirishdir. Davlatimiz tomonidan tibbiyot xodimlari va aholiga ko'plab yaxshi imkoniyat, shart-sharoitlar yaratilib berilganini guvohi bo'ldik. Mashaqqatli, ammo sharafli kasb egalari bo'lgan tibbiyot xodimlari qolaversa, 3-sonli oilaviy poliklinika xodimlariga o'z minnatdorchiligimizni bildirgan holda kelgusi ishlariga omad tilab qolamiz. Yurtimiz tinch bo'lsin, hech kim kasal bo'lmasin.